Bu videoda biz Minecraftdagi top 5 ta mashina modini ko'rib chiqamiz. Bolalar bu modga kerak bo'lsa Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimning silkasi kommentariyada bo'ladi. Xo'sh, obunachilar, sizlar bilan men birinchi ko'rib chiqadigan modimiz bu Scion Atom 20 da. Buni to'liqmanmi? Scion Atom Test 20 da. Xo'sh, buni avval ko'rib chiqamiz. MW bo'ldi. Xo'sh, obunachilar, buni ko'rib chiqishdan avval biz buni olib, bu 5 xil necha xil bor ekan? Buni 5 xil bor ekan. Buni biz yeriga qo'yib, mana turishini qaranglar. Qani to'xtaydi. Nima anaqalari bor ekan, funksiyalar. Faqat eshik ochiladi, to'xtaydi. Eshikni bir qirchilab ochilar ekan. Xo'sh, eshigi qirchilab ochilgandan keyin biz hozir o'tiramiz. Ursa g'alati ketadi. Obunachilar, sizlardan avval uzr so'rayman, chunki bu mashinaning ovozi juda ham baland ekan. Bu mashinaning ovozida meni gaplarim eshitilmayapti. Bundan uzr so'rayman. Bu mashinadan tushgandan keyin ovozim qaytadi. Videoni ko'rishda davom etinglar. Like va obuna bosib qo'yinglar. Mashinadan tushamiz. Bo'ldi. Obunachilar, yana bitta bundoq qilib yopib qo'ysanglar bo'ladi. Obunachilar, bunga biz yaxshi, lekin ovozi balandroq ekan. Har bir detallargacha e'tibor berishibdi. Men bunga 10 baldan 7 bal qo'yaman. Bu yoqdi, sal bo'lsa ham yoqdi lekin. Xo'sh, endi keyingi modimizga o'tamiz. Xo'sh, obunachilar, keyingi mod obzorimiz bu MW. Bu BMW nomi bilan mashhur. Buni to'liq nomi BMW MW M3 da. Xo'sh, buni ham buni 6 xil bor ekan. Xo'sh, 6 xil olib ko'ramiz. Endi birinchisini olib ko'ramiz, qolganini men Telegram kanalimda tashab qo'yaman. Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar. Telegram kanalimning silkasi opsioniyada yoki kommentariyada bo'ladi. Yaxshisi sizlar kommentariyadan ko'rib qolinglar. Kiraylar. Xo'sh, endi biz buni qo'yib ko'ramiz. والعود دندن لي والطبل طب طب طبني طب 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 طب. Wow. Biz bunga baho berishimiz kerak. Xo'sh, buni yurishlariga to'g'ri yuriling, ama biz qiyshiq yuramiz. Bu вообще tezroq yurar ekan, lekin normalniy. Xo'sh, bunda mayda detallari bu. Xo'sh, faqatgina rul qimirilgan ekan. Bu yana boshqa narsasi yo'q. Men bunga, lekin bu haqiqiy BMW emas-da, mayli. Lekin men bunga 10 dan 4 bal beraman. Xo'sh, endi keyingi mod obzorimizga o'tamiz. Xo'sh, keyingi mod obzorimiz bu Bugatti Chiron. Ya'ni to'liq nomi shu, Bugatti Chiron. Bu ikkita xil bor ekan, mana ikkita xil. Bo'ldi. Bittasini olib ko'rsam, keyingisini mana shu hammasini boshqacha turlarini oxirida ko'rsatib o'taman. Ko'ramiz. Buni biz obzor zo'r ochilishlar. Lekin orqasi ochiqroq ekan, mayli. Bo'lmasa biz mod obzorini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. O'tirdik, xullas. O'sha ovozi ham chiqib ketdi, sal buni qimalab qo'ydim. 10 sekundda 100 km. Вообще tez. Tezlik bu anaqaga bo'lmaydi, lekin videoga bo'lmaydi. Bu shunchaki mod obzor bu. Xullas, buni faqat oddiy kirib o'ynaydiganlarga tavsiya etiladi bu. Bu modlar Telegram kanalida bor. Bunga men 10 dan 6 bal beraman. Bu sal bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham, mayda detali bo'lsa ham yoqdi. Xullas, keyingi mod obzorimiz bu Nissan S13. Bu to'liq nomi. Bu menga shu Minecraftdagi eng yoqqan mashinalardan biri. Va bu 10 xil bor ekan. Necha xil? Juda ham ko'p xil bor ekan. Buni hozir oxirida ko'rsataman hammasini, turlarini, Nissan turlarini. Xo'sh, buni grafikasiga hozir baho beramiz, qani.
bu qizil jenskiy de mayli. Xullas biz endi buni mayda detallarga baho beramiz. Buning mayda detallari juda ham ko'p va sizga yoqadi-da. Bu anaqaga ham, videoga ham zo'rda, ta'riflayotganimni qaranglar, uje mashinaga o'tirib yurmasdan o'zi ta'riflayman. Da. Qani biz qaranglar, yana bittasi. Bunday qilsanglar bagaj ochiladi. Bagajda juda ham ko'p narsalar bor. Motor, akkumulyator, dvigatel, benzin qo'yadigan bir balo. Mashinalarga uncha qiziqmayman, просто. Endi biz eshigini ochib qo'yamiz ham, bagajni ochib yuborib turib. Bas bu boyagi birinchi Skion degan mashinaga o'xshayotgan ovozi ochilishini, eshigini. Faqat ikkitali o'rindiq. Va ovozi chotki. Bakoylari hech narsa o'yinlari yo'q. Birinchi mashinadaqa sekro yurar ekan. Bu mod uchun, ya'ni video uchun yaxshi. Endi biz bunga mayda detallarni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, mayda detallardan bu rul qilmaylar ekan. Birinchidan keyin mana bu turadigan detali ham ishlar ekan. Biz 10 balldan 10 ball beramiz. Bu menga juda ham yoqadigan mashina. Balonlarga hamma narsasiga e'tibor berishgan. Xullas, obunachilar, keyingi mod obzorimiz bu McLaren mayda. McLaren Senna mashinasini ko'rib chiqamiz. To'xtanglar, bitta qora mashinasini ham olaylik-da. Unda biz qo'yib, buni anaqasini ko'rib chiqamiz. Vau! Lekin ana ko'p xatoliklari bor. Masalan, bitta mantura ko'rasiz, mana. Ochiq, mana g'alati bir. Mana rulda ham e'tibor bersanglar, g'alati. Xullas, endi bunga biz tezlikni ko'ramiz. Yaxshi, lekin g'alati orqa yurishda вообще xatolik bo'ldi. Qaranglar, bug bo'ldi. Mayli. Ovoz chiqmas ekan, lekin. Ovoz chiqmas ekan, shunchaki yurib qo'yar ekan. Endi bunga mayda detallarga e'tibor beramiz. Mayda detallardan biri bu ovozi. Endi qani hattoki bu mayda detallar ham ishlamaydi. Qaranglar. Mana yo'q, hech bola yo'q. Pedal ham yo'q. Mana bu rul вообще qayilmas ekan. Bu mashina 10 balldan 5 ball beraman. Mayli, sal bo'lsa ham yoqdi. Xo'sh, mana obunachilar, shuncha mashinalar, 5 turdagi mashinalar. Obunachilar, qarang, sizlarga qaysi mashina turi yoqdi, buni izohlarda qoldiringlar. Obunachilar, video o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan mana o'sha Fister bo'ldi. Like va obuna bosinglar va bosinglar. Agar bu modlar kerak bo'lsa, men Telegram kanalimga o'tinglar. Bu sizlarga albatta kerak bo'ladi video uchun yoki o'yin uchun do'stlaringlar bilan. Telegram kanalimning silkasi yoki Telegram kanalimni qayerdan olaman desanglar, Telegram kanalingizni qayerdan olaman desanglar, kommentariyada bor. Agar kommentariyaga kirganlik emas, shunda opsiyadan bo'lsa, shunda silka turadi, silkani ustiga bosinglar, men Telegram kanalim yopib o'tadi va qo'shilib qo'yasizlar, qarorchi bo'ldi. Telegram kanalimda modlab bo'ladi. Xullas, video o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan mana o'sha Fister omon bo'linglar.